Xo'p, Shohrux, sizga bitta savolimiz bor. Instagram yuritmoqchi bo'lganlar uchun qanaqa maslahatingiz bor? Xo'p, birinchi o'rinda nimaga o'zi u narsani yuritmoqchi? Shu narsani aniqlab olish kerak. Chunki ba'zida niyat ne to'g'ri qolishi mumkin. Ya'ni tanilish uchun mana hamma tanisa, hamma bilsa, misol uchun o'shanda maza qilaman deb anaqa qilsa, o'sha buni boshqaroq menimcha xelsiyroq yo'lda olgan ma'qul. Instagram to'g'ri joy bo'lmaydi. No, tak professionalniy bo'ldi, men o'saman deydigan bo'lsa, birinchi o'rinda ekspert bo'lish ustida ishlash kerak. Instagramda ko'rinish uchun emas. Chunki o'zi arzirli ekspert bo'ladigan bo'lsa, odamlar eshitishiga arzirli maslahati o'zi bo'lsa, Instagramda ham ko'tarilishi juda oson bo'ladi. Ba'zilar bu hayotda o'zida bu narsa arzirli narsani qilmagan bo'ladi, Instagramda keyin baqir-shaqir qilib buni umri juda qisqa. Oddiy qilib aytganda, arzirli bo'lish kerak Instagramda o'zida bu narsani yurg'izish uchun. Xarizmani yaxshilash uchun qanaqa maslahatlaringiz bor? Bu ham ishonchga borib taqaladi. To'g'ri, prям xarizmasичный bo'lib, hammani manda o'ynatib ana qila olmasligi mumkin. Bu narsa shart ham emas. O'ziga ishonch zo'r bo'lsa, ishonch ham bu yoqda o'zining ishini qoyillatib qo'yishdan baribir keladi. Kimdir nimadir deydigan bo'lsa, yo'q, qara, mana men natija qilib qo'yganman deya olishdan keladi. Shu narsa zo'r bo'lsa, o'zidan o'zi gaplari ham xarizmasичный eshitiladi, o'ziga bo'lgan ishonchi ham ortadi, boshqalarga ham shunaqa ko'rinadi. Hozirgacha siz yo'l qo'ygan eng katta xato? Kontent yuritish bo'yicha mayli. Yo, hayotiy xato ham aytavering. Menimcha mana защитникni qo'yganingiz bo'lsa kerak. Ikkinchi marta. Rahmat katta.